Assalomu alaykum. Keling aka. Bitta bahonka bilan bitta roltin berib yuboring. Bo'ldi aka, faqat shu bu yo yana nimadir beraymi? Yo, shular yetarli hozircha sharoitim shunaqa bo'lib turibdi, pulim yo'q. Ya bo'ldi aka. Rolti bilan bittadan nima bo'ladi? Hozir men sizga ter beraman aka. Endi yigitchilikda nimalar bo'lmaydi aka. Jiyanlarga olib boring, mana maza qilib yeyishadi, mana malakoli aka. Ularga rolti yedirasizmi? Mana aka, zo'r kalbasalar bor. Mana shu kalbasalardan beraman. Hayvonlarda yediring jiyanlarga maza qilsa aka. Yigitchilikda bo'lib turadi. Shu soklardan ham oling, jiyanlar maza qilib ichadi. Mana aka. Mashinalarni olib borasiz. Voy, buncha pulim yo'q lekin. Aka, nima deganingiz, duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka. Mayli, rahmat, o'rni to'lsin. Mayli, sog' bo'ling aka. Sog' bo'ling. Yaxshi boring. Aka, aytgan so'zingiz yo'q ekan. Mayli, boshqa magazindan qarardim, ha. Rahmat.